Yevropaning bir davlatiga bezatkaz viza chiqadi. Siz buni bilarmidingiz? Yevropada atkazsiz 99.9% viza berayotgan hozirgi kundagi albatta bu Slovakiya. Mashina zavod, sklad, stroyka, furaga ishga taklif qilamiz. Maoshlar 1200 yevrodan 1500 yevrogacha. Agarda siz fura minadigan bo'lsangiz 2500 yevrodan start boshlanadi. Agarda sizga Slovakiyaga 99.9% viza chiqish imkoniyati bo'lganda, siz vizaga topshirgan bo'larmidingiz? Agarda bu vakansiyalar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, xavfsiz, xatarsiz viza olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga Slovakiya deb yozib qoldiring yoki bo'lmasa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Bu videoni risksiz Yevropaga kelmoqchi bo'lgan qadrdonlarga tashlab qo'ying.